Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Demak, 20 kunlik bepul darslarimizni 12-siga yetib keldik va bugun mavzuyimiz bir xat va ko'p xat. Bir xat mavzusiga ozgina to'xtalamiz va undan keyin uni mantiqiy davomi bo'lgan ko'p xat mavzusini o'tamiz. O'tgan safar daraja va xostalarini o'rgangan edik. Bu daraja bir xat va ko'p xat mavzusida judayam muhim, judayam kerak. Aynan o'shani ustiga qurilgan. Va bugungi rejalarimiz quyidagilardan iborat. Bugun birinchi bo'lib ifoda nima o'zi, qanaqa turlari bor, o'shalarni gaplashamiz va undan keyin bir xat mavzusi, ya'ni ta'rifi, tushunchasi haqida deb o'tamiz. Undan keyin ko'p xatlar o'zi nima, ko'p xatlarni qanday ko'paytiriladi, bir xatga qanaqa ko'paytiriladi, ko'p xatga qanday ko'paytiriladi va ichiga ajratishni o'rganamiz. Ho'p, demak, ozgina mana bunda xato ketib qolibdi. Yozilgan ko'paytuvchi, sonli ko'paytuvchi harflar bilan yozilgan ko'paytuvchini harfiy ko'paytuvchilar deyiladi. Ya'ni nima deyilmoqchi? Sonli ko'paytuvchi nima? Harfiy ko'paytuvchilar nima? Shuni aytib o'tilmoqchi. Ko'paytma turibdi. Bir nechta ko'paytuvchilar va unda faqatgina sonli ko'paytuvchilar qatnashsa, bu sonli ko'paytuvchilar hisoblanadi. Masalan, 2-3 darajasi bu 2 degani yoki 2 + 3 + 7 + 9 kvadrat. Mana ko'paytuvchilar hammasi faqatgina sonlar. Shuning uchun bu ikkalovi sonli ko'paytuvchi hisoblanadi. Va endi harfiy ko'paytuvchilarga misol a ko'paygan b ko'paygan c yoki a kvadrat y mana shular ham harfiy ko'paytuvchiga misol bo'la oladi. Chunki bular hammasi mana a ham harfiy ko'paytuvchi, b ham, c ham harfiy. Bular demak harfiy ko'paytuvchilarga misol bo'la olar ekan. Demak, keyingisi sonli va harfiy ko'paytuvchilardan iborat ko'paytuvchilar ko'paytmasdan iborat algebrik ifoda bir xat deyiladi. Haligi jumlasi g'alatiroq, lekin asli ko'paytuvchi degan narsa cho'zib yuborganda ko'paytuvchi so'zi bir necha marta qatnashgani sababli uzun tuyulgan. Masalan, sonli va harfli ko'paytuvchilardan iborat bo'lgan ko'paytma algebrik ifoda deyiladi. Algebrik ifoda bir xat deyilar ekan. Ya'ni algebrik ifoda o'zi nima edi? Algebrik ifoda o'zi sonlar va arifmetik amallar yordamida birlashtirilgan ifodaga harflar ham ichiga kirib ketadi. Algebrik ifodaga algebrik ifoda deyilardi. Endi aytyapti, sonli va harfli ko'paytuvchilardan iborat sonli va harfli ko'paytuvchilar ko'paytmasidan iborat algebrik ifoda bir xat deyiladi. Tarifi ozgina g'alati ketib qolibdi. Hozir men o'chirib tashlayman. Belgilab qo'yaman hozir sizlarga. Sonli va harfli ko'paytuvchilar ko'paytmasidan iborat algebrik ifoda bir xat deyiladi. Mana shu sariq qismi bo'yalgani to'g'ri. Buni tekstda yozilgani, buni nutqda yozilmagan, boshqa hujjatda yozilganda xatolar ko'p ketib qolganda e'tibor bermaysizlar, lekin mana hisobda aytib o'tib ketaman. Xo'sh, mana misol. Sonli ko'paytuvchi va harfiy ko'paytuvchilar ko'paytmasidan iborat bo'lgan ifoda turibdi. 8 sonli, -8 sonli ifoda. Sonli ko'paytuvchi x kvadrat, harfiy ko'paytuvchi y ham harfiy ko'paytuvchi hisoblanadi. Mana bu ham bir xatga misol bo'la oladi. Son turibdi oldida va mana
Harfiy ko'paytuvchi ham turibdi. Buni ham mana son, mana harfiy ko'paytuvchi. Demak, bir xatni endi standart shaklda yozish qanday bo'ladi? Bir xatni standart shakli deganda bir nechta ko'paytuvchilar bo'ladi dedik, to'g'rimi? Sonli ko'paytuvchi, harfiy ko'paytuvchi. Endi sonli ko'paytuvchi doimo boshda kelmaydi bir xatda. Ana o'shani sizdan standart shaklga keltir desa, mana shu sonli ko'paytuvchilarni birinchiga olib chiqib qo'yasiz. Birinchi sonli ko'paytuvchi keladi. Undan keyin harfiy ko'paytuvchi keladi va harfiy ko'paytuvchi qay tartibda keladi? Alifbo tartibida keladi, ya'ni A birinchi keladi, B alifbo tartibi bo'yicha Adan keyin keladi. 9A B kub deyiladi shuning uchun. Endi mana bularni ko'raylik. Misollar bir xatni standart shaklga keltirish bo'yicha birinchi belgilab olaylik. Qaysilari? Mana sonli ko'paytuvchi, mana 5 sonli ko'paytuvchi 0.7 sonli ko'paytuvchi, mana bu 40 sonli ko'paytuvchi va bu yoqda turibdi harfiy ko'paytuvchilar A ko'paygan B, B, C va mana A, C. Biz endi nima qilamiz? Birinchi sonli ko'paytuvchilarni birinchi yozib olamiz. 5 ko'paygan 0.7 ko'paygan 40. Nima uchun shunday yozib olamiz? Chunki ko'paytmada ko'paytuvchilar o'rni almashtirilgani bilan ko'paytma baribir o'zgarmaydi. Ifodani qiymati o'zgarmaydi. Standart shaklga keltirib qo'yamiz xolos. Va keyin mana endi harfiy ko'paytuvchilar keladi. B, C, A, C. Va biz nima qilamiz? 5 ko'paygan 7 ko'paygan 4 ga teng bo'lsa, bu 35 ko'paygan 4 140 140. Va endi mana yozib olishimiz kerak. O'tgan safar biz darajani ko'rdik. A necha marta qatnashyapti bu yerda ko'paytmada? Bitta, ikkita. Demak, A ning kvadrati bo'ladi. Alifbo tartibida deydi. Keyin B keladi. Alifbo tartibi bo'yicha B necha marta qatnashyapti? Bitta, ikkita. B ni ham kvadrat ekan. Endi C keldi. C necha marta qatnashyapti? Ikkita. Demak, C ni ham kvadrati bo'lar ekan. Keyingi misolimiz. Buni ham shart xuddi shunday standart shaklga keltirib yozib olishimiz kerak. Demak, birinchi harfiy ko'paytuvchilarni belgilab oldim. Mana turibdi. Keyingisi endi sonli ko'paytuvchilarni belgilab olaylik. Okay. Endi buni standart shaklga keltiramiz. Birinchi 0.6 ni -0.5 ga ko'paytiramiz. Keyin harfiy ko'paytuvchilarga ko'paytirib qo'yamiz. X, Y ning kubi ekan. Xo'p, 0.6 ni -0.5 ga ko'paytirsak nima bo'ladi? -0.3 bo'ladi. Undan keyin endi harfiy ko'paytuvchilarni yozib qo'yishimiz mumkin. X ni 3 plus mana bu 1 bilan 4-darajasi, y ni ham 4-darajasi bo'ladi. Demak, keyingi misolimiz endi -0.2 sonli ko'paytuvchi va 5 emas 50 ekan. Va mana bu bo'yalmagani to'xtab turinglar. Birinchi bu yerda boshqa ish qilishimiz kerak. Birinchi biz mana bu qavsdan tashqaridagi daraja turibdi-ku, ya'ni -0.2 y ning kubi turibdi. Shuni yozib olaylik. -0.2 ni kubi ko'paygan y ning kubi degani mana bu. Va ko'paygan 50 y kvadrati o'zi. Demak, 0.2 ning kubi nima bo'ladi? Ko'paygan 50 sonli harfiga ajratib olyapman va y kub, y kvadrat. Demak, 0.2 ni kubi 0.008 bo'ladi. Buni 50 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 0.10 ga teng bo'ladi.
uni mana bu harfiy ko'paytuvchiga, ya'ni bu yerda y ni 5-siga ko'paytirib qo'yaman. 2ab kvadrat. Xo'p, keyingi misolimiz bunni ham xuddi shunaqa birinchi mana darajaga keltirib olishimiz kerak. 2ning kvadrati a ning kvadrati b ning kvadrati bo'ladi. Endi buni ochadigan bo'lsak, -3ning kubi a ning kubi b ning kubi bo'ladi. Xo'p, 2ning kvadrat ko'paygan -3ning kubi. Birinchi 2 kvadrat ko'paygan bu -27 ga teng, ko'paygan a ning kvadrati b kvadrat a kub b kub turibdi. Demak, bu nimaga teng bo'ladi? Sonli ko'paytuvchilarni birinchi ko'paytmasini yoza olamiz. 4 ko'paygan 27 bu 108 ko'paygan bu a ning 5-si b ning 5-si bo'ladi. Harfiy ko'paytmas demak, mana shu standart shakl bo'lar ekan. Bir xatning standart shakli bo'lar ekan. Keyingisi bir nechta bir xat yig'indisiga ko'p xat. Endi ko'p xat mavzusiga o'tdik. Ko'p xat o'zi nima? Bir xat mana o'z nomidan bilinib turganda bitta xat edi. Mana sonli ko'paytuvchi, harfiy ko'paytuvchi bitta umumiy mana shu bir xat edi. Nomidan ham ko'rinib turibdi. Endi ko'p xat o'z-o'zidan buni ko'proq xatlar bo'ladi. Bir nechta bir xatning yig'indisiga ko'p xat deyilar ekan. Masalan, mana 10x bir xat, 8x y bir xat va ularning yig'indisi turibdi. Bu ko'p xat bo'ladi. Keyingisi 2ab - 7a kvadrat plus x. Bu ham ko'p xatmi? Ha, bu ham ko'p xat. Biz mana bu o'rtasida minus turganiga chalg'ib ketishimiz kerak emas. Chunki buni 2ab qo'shilgan -7a kvadrat plus x ko'rinishida yozib olishimiz mumkin-da. Shunda -7a kvadrat bir xat bo'lib ketadi. Mana o'rtasida yig'inda turibdi. Yoki bo'lmasa mana bunday ta'rifni keltirsak ham bo'ladi. Bir nechta bir xat yig'indisi yoki ayirmasi ko'p xat deyiladi. Misolimiz bunga aytilgan ixchamlang degan. Qanday ixchamlashimiz mumkin? Ixchamlash nima degani o'zi? Masalan, 7 ko'paygan 2a plus 6a plus a turgan bo'lsa, a turibdi. Biz mana shuni har safar a deb takrorlayvermasdan bularni yig'indisini olib qo'yishimiz aynan shu ixchamlash bo'ladi. 7 bu son turibdi. Bironta son bormi? Oldida harfiy ko'paytuvchi bo'lmagan. Faqat sonli ko'paytuvchi son bormi? Yo'q. Demak 7 ni o'zi bo'ladi. Endi 2a ni ixchamlashimiz kerak. Harfiy ko'paytuvchisi a bo'lgan, harfiy ko'paytuvchisi faqatgina a bo'lgan bir xat bilan biz uni yig'indisini topishimiz kerak, ya'ni ixchamlab borishimiz kerak. Bormi shunday? Bor. Mana 6a turibdi. A ni o'zi turibdi. Bunda nima qilamiz? 2 plus 6 plus 1 singari buni yig'indisini topamiz. Topsa 2 plus 6 plus 1imiz 9 ga teng. Bu 9a ga teng bo'lar ekan. Buni ham xuddi shunday ixchamlab qo'yamiz. Adashib ketmasligi uchun tagiga chizib olsanglar ham bo'ladi. Men hozir tagiga x4 turib kelyapti. Mana boshdan ixchamlab chiqaman. x4 mana x4 kelyapti. Buni tagini bitta chizdim. Ya'ni x4li xat bormi? Bor ekan, mana bitta. Buni topsam 3 minus 8 x ning 4-si bo'lar ekan. Xo'p, undan keyin e'tibor beramiz. Ko'p xatning ham standart shakli bor. Ko'p xatning standart shaklida darajasi yuqori bo'lgan xatdan darajasi pastga qarab ketadi. Mana biz birinchi to'rt yozdik, endi kvadratga o'tamiz. 3 ga o'tishimiz kerak. 3 yo'q ekan. Shuning uchun kvadratga o'tamiz. Kvadrat bittami? Bitta ekan. 7x kvadrat o'zi. Va endi x liga o'tamiz. Buni 3 ta chizib qo'ysam, -5x plus 5x ekan.
minus 5x plus 5x bo'lar ekan. Bu 0 bo'lib ketadi. Hop, natijamiz nimaga teng bo'ldi? Minus 5x ning to'rtinchisi qo'shilgan 7x kvadratga teng bo'ldi. Keyingisini ixchamlaymiz endi. Mana e'tibor beramiz. Ko'p hadis standart shaklda yozmagan bu yerda. Har xil to'rtinchisi boshida, oxirida, o'rtasida bo'lib ketgan. Shuning uchun endi biz ixchamlaymiz va standart ko'rinishga keltiramiz. Minus a'ni to'rtinchisi mana bitta. Yana bormi? Qidiramiz. Ha, bor ekan. Demak, minus 1 plus 2 ko'paygan a'ning to'rtinchisi. Buni qanday qilayotganimni tushuntirib ketaman. Minus a'ning to'rtinchisi qo'shilgan 2a'ning to'rtinchisi. Mabodo kimdir tushunmayotgan bo'lsa, tushuntirib ketaman. Bunda umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarilyapti. Qanday? Bu ikkalasida ham minus a'ni oldida mana bir bor deb tasavvur qilamiz. Yozish shart emas, bir doim ham ko'paytmada, harfiy ko'paytmadan oldidan va e'tibor beramiz. Ikkalovida ham a'ning to'rtinchi darajasi umumiy ko'paytuvchi sifatida turibdi. Ya'ni ikkalasida ham ko'payyapti. Shuning uchun biz ana shu umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarib olamiz. Va keyin nima qilamiz? Qavsdan tashqariga chiqarsak, qavsni ochamiz va mana buni ichiga nimani yozamiz? Qavs ichiga. Xo'p, buni a'ni to'rtinchisini oldim. Oson, bizda nima qoldi? Bizda minus 1 qoldi birinchi hadimizda. Ikkinchi hadimizda-chi plus 2 qoldi. Plus 2. Demak, bu minus 1 qo'shilgan 2, ya'ni 1 ko'paygan a'ni to'rtinchisiga teng ekan. Ya'ni buni a'ni to'rtinchi darajasi deb yozolarkanmiz. Bu umumiy olganda ixchamlash degani mana shu. Ya'ni mana a turibdi deyapman-ku, bu yerda ham xuddi shu ish qilingan. A'ni umumiy ko'paytuvchi sifatida qavsdan tashqariga chiqarilgan va bunda 2 qolgan, bunisida 6 qolgan va bunisida 1 qolgan. Shunda bizda 9 natija bo'lgan. Xo'p, endi a'ni to'rtinchisini hal qildik. A'ni endi kubiga o'tamiz. 4 dan kichkina bo'lgan. Mana yo'q, uzr. A'ning kubiga o'tamiz. A'ning kubi qani? A'ni kvadrati a kvadrat, a'ni kubi yo'q ekan. Endi a'ni kvadratiga o'tamiz. Demak, a'ning kvadrati. Kvadrat kelyapti. Umumiy chizib qo'yay. Mana x kubi ham shunga tegishli. A'ning kvadrati yana bormi? Ha, yana bor. Demak, a'ni kvadratni qavsdan tashqariga chiqaraman. Shunda bizda nima qoladi? 2 ustida minus x kub qoladi. Qo'shilgan endi a kvadratlar ketdi. A'ni o'ziga o'tamiz. Bu a'ni o'zi mana ikkita qolgan ekan. Qo'shilgan. Endi a'ni o'zini qavsdan tashqariga chiqarsam, menda x qoladi bu yoqda, minus x ning kubi. Bu yoqda plus x ning kubi qoladi. Bizda natija nima bo'ldi? A ning to'rtinchisi qo'shilgan a kvadrat ko'paygan 2 minus x ning kubi qo'shilgan a holida turaveradi. Mana shu ixchamlash a'ga nisbatan. Xo'p. Mana qanaqa chiroyli ixcham ko'rinishga keldi. Mana boshida qanaqa uzun edi-da, endi hozir mana ixcham chiroyli ko'rinishga keldi. 1 plus 3a qo'shilgan a kvadrat minus 2a ni endi ixchamlashimiz kerak. Birinchi qavslarni ochamiz. Mana ifodani boshida, oldida hech qanaqa ishora bo'lmagan qavsni shunchaki tashlab yuborishimiz mumkin. Va shunda 1 plus 3a bo'ladi boshida. Va qavsni oldida agar plus ishorasi bo'lsa, mana bu xatlarni ishorasini o'zgartirmasdan qavs shunchaki tashlab yuborishimiz mumkin. Ya'ni plus a kvadrat minus 2a bo'ldi. Agar qavs oldida minus bo'lganda, ichidagi hamma xatlarni qarim-qarsiga o'zgartirib olishimizga to'g'ri keladi. Endi buni ixchamlashimiz kerak. Birinchi a kvadrat keladi, demak.
Okey. Davom etamiz. Demak, birinchi a kvadratdan boshladik. A kvadrat o'zi bitta ekan. Endi a ni o'ziga o'tamiz. Bizda a'lar mana. Plyus a ni qavsdan tashqariga chiqarsam 3 minus 2 bo'lar ekan. Va birni o'zi. Bizda natija a kvadrat qo'shilgan a plyus 1 bo'ldi. Mana qanday ko'rinishdan qaysi holatga keldi? Ixcham chiroyli ko'rinishga keldi. Endi ko'p xatni bir xatga ko'p xatga ko'paytirishni o'rganamiz. Mana a plyus b ko'p xat bizda. Buni o'rnida nechinchi daraja bo'ladi? Farqi yo'q. Ko'p xat ko'payasi bu bir xat. Ko'p xatni bir xatga ko'paytirilganda ko'p xatning har bir xatini bir xatga ko'paytiriladi. Ya'ni mana a ni c ga ko'paytirdim, b ni c ga ko'paytirdim va ularni yig'indisini olib qo'ydim. Mana a ko'paygan c qo'shilgan b ko'paygan c hosil bo'ldi. Endi ko'p xatni ko'p xatga ko'paytirganda nima qilamiz? U holda ko'p xatni har bir xatini birinchi ko'p xat har bir xat, ikkinchi ko'p xatni har bir xatiga ko'paytirib yig'indisini topamiz. Ya'ni mana bu a ni c ga ham d ga ham ko'paytiramiz. b ni ham c ga ham d ga ham ko'paytiramiz. Va natijada mana bu ifoda hosil bo'ladi. Bunda hozir ixchamlab bo'lmaydi. Boshqa misollarda bemalol ixchamlash mumkin. Ixchamlab chiroyli holatga keltirib qo'yamiz. Unchalik qiyin emas. Misol ishlasaylik juda ham zo'r esinglarda qoladi. Demak, birinchi misol mana shu ko'paytirish bo'yicha bizda mana ko'p xatni bir xatga ko'paytirishimiz kerak ekan. Buning uchun ko'p xatni har bir xatni bir xatga ko'paytiramiz va qo'shamiz. 23 ko'paygan y qo'shilgan 3 ko'paygan x ko'paygan y. E'tibor beramiz. Mana bu harfiy ko'paytuvchilar turganda biz mana bu ko'paytuvchini yozishimiz shart emas. Ko'paytma belgisini yozishimiz shart emas. Demak, bizda nima hosil bo'lar ekan? Barobar 23y qo'shilgan 3xy hosil bo'lar ekan. Keyingisi birinchi ko'p xat turibdi. Bir xat turibdi. M kvadrat n ning kubi minus endi n ni mana bu ko'p xatga ko'paytirishimiz kerak ekan. Xo'sh, ko'paytirsak nima bo'ladi? Minus 6m ning kvadrati n qo'shil minus mana oldidagi minus bilan minus ko'paygan plus n minus n kvadrat va minusga minus bo'lib plus n bo'ladi. Buni ixchamlab qo'yishimiz mumkinmi? Yo'q. Mana darajalari bir xil emas ekan. Bunda m kvadrat n kub, buni m kvadrat n, buni n kvadrat bunda bo'lsa n ni o'zi ekan. Shu holatda qoladi demak. Endi keyingi misolimiz minus 2x ko'paygan mana ko'p xat turibdi va plus x ko'paygan yana bir ko'p xat. Xo'sh, bunda nima qilamiz? Mana minus 2 ni x kvadratga ham, x ga ham, 3 ga ham ko'paytiramiz. X ni ham xuddi shuni 2x kvadratga, x ga va minus 5 ga ham ko'paytiramiz. Demak, birinchi ko'paytmani yozib olamiz. Minus 2x ko'paygan x ning kvadrati minus 2x ko'paygan minus x minus 2x ko'paygan 3 qo'shilgan. Endi buni natijalarini yozamiz. 2 ko'paygan x ko'paygan x kvadrat bo'ladi. Qo'shilgan x ko'paygan x minus 5x bo'ladi. Va bularni ixchamlab chiroyli yozib qo'yadigan bo'lsak, minus 2x ning kubi mana bu. Keyin minus 2x ko'paygan minus x minusga minus ko'paytirsak plus bo'lib ketadi. Plus 2x kvadrat va minus 2x ko'paygan 3. Bu minus 6x bo'ladi. Qo'shilgan mana buni topamiz. Bunda plus 2x ning kubi qo'shilgan x kvadrat minus 5x bo'ldi. Endi ixchamlab qo'yamiz. X kub, birinchi x kubdan ketamiz. Minus 2 qo'shilgan 2 bo'lar ekan. Qo'shilgan endi x kvadratga 2x kvadrat plus x kvadrat ekan 2 plus 1 qolar ekan demak. Endi x o'ziga minus 6 minus 5 ekan. Minus 6 minus 5.
barobar nima bo'ladi? Bu 0 bo'lib ketadi. 0 ko'paygan x kub ham 0 degani. Keyingisi bu 3x kvadrat bo'ladi. Keyingisi -6 -5 ya'ni -11 x ga teng bo'ladi. Xo'p. Endi keyingi mavzuyimiz, e'tibor beramiz. Bu mavzular juda ham muhim. Ko'p xatni ko'paytuvchiga ajratish. Ko'paytuvchiga ajratish qanday amalga oshiriladi? Birinchi bo'lib, ha, bir ko'raylik, ko'paytuvchiga ajratish o'zi nima? Ko'p xatni ikkita yoki bir nechta ko'p xatlar ko'paytmasi ko'rinishida ifodalash uni ko'paytuvchiga ajratish deyilarkan. Endi qaysi qadamlarni amalga oshirish kerak? Birinchi bo'lib umumiy ko'paytuvchini topish kerak. Umumiy ko'paytuvchini topgandan keyin uni qavsdan tashqariga chiqarib qo'yish kerak. Masalan, mx plus my ko'p xat turibdi. Buni nima qilamiz? E'tibor beramiz. Umumiy ko'paytuvchi qaysi? M. Uni qavsdan tashqariga chiqardik va qavs ichida bizda nima qoldi? M ko'paygan x ni mana m ga bo'lsak x, m ko'paygan y ni m ga bo'lsak y plus y qolar ekan. Mana shu ko'paytuvchiga ajratish hisoblanadi. Keyingisi misolimiz minus p kvadrat q kvadrat minus p kub. E'tibor beramiz, bu yerda umumiy ko'paytuvchilar qaysi? Ikkalovida ham mana p qatnashyapti. Minusdan p kubni qavsdan tashqariga chiqaramiz. Shunda nima qoladi bunda? Bunda p ko'paygan q qoladi. P ni ham q ni ham bittadan darajalari p u qo'shilgan. Mana bu minus plus bo'ladi, plus 1. Hop, endi keyingi misolimiz. So'nggi misolimiz, e'tibor beramiz. Y ni 7-si minus y ni 5-si minus y ning kvadrati ekan. Xo'sh, umumiy ko'paytuvchi, mana darajalarni ko'ryapmiz. Mana asoslari bir xil. Hammasida mana y ni darajalari ekan. Bu yerda umumiy ko'paytuvchi darajani eng kichkinasi bo'ladi, ya'ni 2 bo'ladi. Chunki y 7 ni y ni kvadrati ko'paygan y ni 5-si ko'rinishida yozishimiz mumkin. Y ni 5-sini ham y ni kvadrati ko'paygan y ni ko'rinishida yozishimiz mumkin. Ya'ni bunda ham y kvadrat, y kvadrat qatnashyapti. Umumiy ko'paytuvchi demak y kvadrat ekan. Xo'sh, y kvadrat qavsdan tashqariga chiqarsam nima bo'ladi? Bu yerda y ni 5-si minus y ni kubi minus 1 ko'paytuvchiga ajralar ekan. Darsimiz tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Savollaringiz bo'lsa izohda qoldirishinglar mumkin.